albatta güzellarning qo'yniga ketish kerakda. Chris Tommy'ni ap geçip uyiga yoshirib qo'ydi. Hamda mening muhabbatim sap yüzüm qilim teridab, qani o'qing janonim, siz xavshu yashang men kitob deb o'zaro fikrlashib kitob o'qishni boshlab o'tdi. Yana bir tarafda Osir Sharbiy bo'lsa, dadisining shamusini qo'llash uchun jamoatining hisobidan pul o'g'irlab dadisiga berdi. Lekin o'ylamagan yerdan uning bu 10 yil saqlagan dadisi pulni ap bo'lib, "Balam, men sana dunyoning razilligini bir ko'rsatib qo'yay" deb yuziga tukirib qo'yib ketib qoladi. Bu ish Osirga bak ig'ir keladi. U qattiq ochiqlanib, hammaylanga o'zini ko'rsatib qo'yish uchun mardonlarcha dadisi boradigan boksir maydoniga berib, islib o'lmoqchi bo'ladi. Bu nima qilaqay hamda Osir, kapkiga loyiq ish qilsamamda. Lekin taqdir buni undaq oson tashlab etmaydi. Osirning Tommy'ga qarg'idek yuzi qolmagan edi. Lekin Tommy aksining qaytib kelganligidan xo'sh bo'lib, uni hech ish bo'lmagandek qarshi oladi. Aka ufka uchaylan qaytadan ruhlanib ishlarni qaytadan iziga solmoqchi bo'ladi. Tayyorliqlarni bitib qoldi. Sharbiy jamoati bilan Kambir jamoatining biriga bir otadigan kunimi kelib qoldi. Bir turkum chik degan ko'rinish ishlar tugagandan keyin Sharbiy jamoatining azmatlari to'plashib, birlikda Mendongso mengib Kambirga o'zini to'ntib qo'ymoqchi bo'ladi. Moşundaq ishlar kaplashib kelgan vaqtida 5 qismdan yog'i vijdonini ishtalab etgan Chris tuyuqsiz vazifasi kelib qilib, haqiqatni qo'g'dimoqchi bo'ladi. Lekin muhabbat, muhabbat aqlni bulg'aganmi, sen odamni qul qilganmisan? Chrisning aqlini muhabbat yengib chiqib, bu niyatidan yenib oladi. Bu vaqtda bo'lsa, ikki tarafning bollari Ko'limalning to'qmishida jam bo'lgan edi. Dal mushundaq gungurt turib ketgan vaqtda birasi, "Taram turing, guldirqiras bo'lib ketib qolamiki" deb tursak, to'satdan ayda maydonning o'ttirsida paydo bo'lib, hayot va oila to'g'risida ta'sirli leksiyasini boshlab o'tadi. Bu gaplardan qattiq ta'sirlangan Kambir, ajoyib to'g'ri gapirgan singling baka jumo deb Tommy'ga bir tal mukofot berdi. Olmoqning barmiki bor deb Tommy darhol Shovxunxodan birini Kambirning peshonasiga taqab, bu qitimliq jidalni butunlay oxirlashtirdi. Kambirning odamlari hayron qoldi. "Ola sharon, datuan qilamiz deb chiqqan. Bu junglu uylabla uyan tugab ketdimi? Bu nima bo'lg'ini? Tovshang bo'lsaq bo'pti, tovshang olayli. Tovshangning o'zimi bir san'at-ku." Bu ishdan keyin bosh taftish xizmatidan istifa berdi. Chrismi Tony'ni tashlab ketdi. Muhabbatdan ayrilgan Tony'ning ishlari intayin yurishib, shirkatlari qurilib, Londondagi dangliq bir guruhga o'zgardi. Lekin ishlar mushning bilan tugami? Chrisning oqibati qanday bo'lib ketdi? Sharbiy jamoatini yana qanday mushkulotlar kutib turgandi? Bu kinoning hiliqi is a woman deydigan yerlari yana chiqami? Men yana bu kinoning oxirini so'zlamdim. So'zlagan bilan anglab bo'lib yana ko'gingiz kelami? Qo'llaringiz bilib bilmay ganzallarni besitib qalami? Qiziqsangiz bu kinoni o'zingiz izlab ko'rasiz. Maya qaranglar qasinglar. Telefonlar bo'yicha buni boshlab oldik. Men buni ko'maydim. Kamay. Yo'q gapni aytola qilmaqra. Denzang son oldi. Sen bu shu jonfaqlishni unutma. Jonfaqlishni, ha? Onda sen bu baxt ko'rib pul bir qitim qilib chiqib etmaydi. Denzang qilib qo'y, bildingmi? Odamning eng ochirsan, yo go'nju yo'q, yo denzang yo'q, o'g'irlab ishilsa kashcha. Yo'q, to'g'ash ko'chirib qo'ydik, nemonchilar xabib ketsak. Sen o'zing oyoqning chamga qarab oldi. U gapni qo'yib bo'ldi. Romanga chiqishtirishayli, ha? Romanga chiqishtirishayli. Eng muhimi. Denzang qilishni unutma. Juanfa qilishni unutma. Denzang juanfa jagwanju. Denzang juanfa, ha? Denzang juanfa jagwanju. Ha? Asringizni ko'chirib ishlataydigan-tim. Voy, yo'q, mangay. But don't touch motherfucker, think twice. You don't want me pull my bang.